Assalomu alaykum akalar ukalar, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Bugun 2026-yil 10-may do'stlar, yangi obyektimizga keldik. Shlaka blokdan uy qurishgan ekan, 9 metrli qilib. Ko'pchilik savol beryapti, shlaka blokka somonshvoh bo'ladimi deganlarga, xudo xolasa qo'ldan kelgancha batafsil yoritib berishga harakat qilamiz. Bosqichma-bosqich shu loy urish jarayonlari bitgan holatini do'stlar. Do'stlar, bizni kuzatishda davom eting. Layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab turaverasizlar degan umiddamiz. Bu birinchi qismi do'stlar. Mana shularga blokka somonshvoq. Ko'pchilik so'raydi-da, ustaga bu. Somonshvoq bo'ladimi, somonshvoq ushaydimi deydi shlaka blokka. Shlaka blokkami? Qanaqa ushasini ko'rsatib qo'ying mana. Bu shunday ushadimi, yopishib oladi bu, kilayga o'xshadi. Lekin ama qumga ham bog'liq lekin. Tekinga maslahat berib qo'yraman. Nimani shlaka blokda ishga turka qilsa, yozda ham ichida o'tirib bo'lmaydi. Issiq bo'lib ketadi. Ana. Qishda ham ichida o'tirib bo'lmaydi. Issiq qiyin bo'ladi. Muzdek bo'lib ketadi, sovuq. Bo'lsa, yozda salqin, qishda issiq bo'ladi. Ishga turka issiqni totib baqib o'tkaziraveradi. To'g'ri. Tashqarini ham buning uchun somonshvoq qilish kerak-da, to'g'rimi? Tashqarisini ham somonshvoq qilamiz bu yerda ham o'zi. Qolmaydi, hamma joy aylanasiga somonshvoq bo'ladi. Xudo xolasa, mana loylar ham qalingina berilyapti bu. Kilayga o'xshab yopishib olyapti mana. Do'stlar, mana bitirib oldik xudo xolasa. Bir o'zlaring bir baho berib, layklarni bosib, bir mehnatimizga bir layklar bosib qo'ysalaring juda xursand bo'lamiz do'stlar. Mana tashqaridagi holatlari bu mana do'stlar. Juda chiroyli chiqdi lekin. Ichkaridagi holatlar. Bir sloy bo'ldi bu do'stlar, bitta sloy. Ikkita sloy qilingan yo'q. Bir sloyga 30 ming, 35 ming do'stlar. Vodiy bo'ylab xizmat qilaveramiz do'stlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, biz har doim aloqadamiz do'stlar.